Prezident oldu. Biz arlık leksiya sözlegen edik, vaqt çıkırıp biz sizler yetkizemmedik bu leksiyani. Prezident Vladimir Putin şunu aytganda bu yıl 4-nji ayın var. Şu 4-nji ayının 9-njy 10-njy günleri etrafında Amerika Qo'shma Shtatlary Rossiyanın 38 adam ve şirketiga embargo yurgizdi. Şu haman bir keçede digidekla Rossiya Federasyasının rublinin kıymeti tügeçti. Pol çatak oldu. Aynı vakti Yelitsin devri, hatta Gorbaçov devrinden başlap. Kasatlaşkan rublinin şu vakit takdirge seliş doğanda bu kıtım rublinin küçüden ketişi şu vakit gidimi alkıp geçti dep tasvirlendi. Lekin Rossiya yani kat götürüp duruptu. Hem de çoğun devlet var. Yani şunu değil, şundan ahval. Onun da ikinci Suriye'ye. Amerika Qo'shma Shtatlary bir neçe atom nima kechiringlar. Bir neçe bomba taşladı, raketa taşıldı. Fransiya, Angliya, Amerika Qo'shma Shtat. Dal bu vaqtda Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlaryning ziddiyati keskinlik darajasi o'rlab chiqdi. Dal shundaq paytda Rossiya Qor dengizdagi pilotini chekindirib bir qaraqcha parxodda. Yani qaranchoq parxodda qo'yib Qor dengizidagi pilotini mi chekindirdi. Belki Rossiya boshqa o'ylagan ishi bordi. Yoki shunday qilish to'g'ridir. Yoki bu o'ziliqi jiddiylikni pasaytish uchun tashlangan yangi bir qadamda shunday qildi. Angacha Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining siyosatini tanishgan bo'ldi. Rossiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining o'tirishga ziddiyat pasaydi. Biroq bu yerda bir gap, Rossiya 91-yili parchalangandan keyin 20 yilgacha vaqt jim yotgan Rossiya aslida demokratik turmush, demokratik afzallik, demokratik hayot va fazilat bilan, ya shunday axloq bilan shu davlatda shunday yashab qolsang bo'laveradi. Biroq Prezident Vladimir Putin yana cho'ng davlatlik o'rnashga keltirmoqchi. Dunyoga akan qarg'ay birinchi deb o'zini ko'rsatmoqchi bo'lib, Suriyaga kirdi, Suriyada qon to'kdi. Hem bu qatam Amerika Qo'shma Shtatlari davlati, hem Fransiya, Angliya 3 davlat 104 raketa qo'yib bergan edi. Bundaq aytganda Rossiyaning inovati to'kildi demaymiz, chunki cho'ng davlat. Inovati to'kildi demaymiz, chunki cho'ng davlat. Biroq ama shundaq vaziyat paydo bo'lganda, endi chekinib o'tirib oxiri kelganda nima dedi? Men Aqsaroyda Prezident Trump bilan ko'rishsam dedi. Bu yaxshi pozitsiya deymiz. Reis Xi Jinping maşına Rusya'dan ögünüş gerek. Mao Zedong Stalin'de ögüngen var. Yani Rusya'nın diplomatik pozisyonu ögünüş gerek. Yani bu ağırlıkta Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya Federatsiyasining münasebeti qanday bo'ldi bilmaymiz. Biroq men Aqsaroyda Prezident Trump bilan ko'rishay dedi. Prezident Vladimir Putin buni dunyo qarshi oladigan diplomatiyadagi jur'atli harakat deyishga bo'ladi. Vay, iki devletin münasebeti şey geldi değil. Endilikte ben başta ettim, sizlerge sual koydum. Vatandaşların Muşundaq vaqtda 4-nji ayının 22-nji günüdün tatip Hindistan'ın Tashqi İşler Ministri Sivraj Beijing'de. 4-nji ayının 23-nji ve Muşu kunlarda Rossiya Federasyasının Tashqi İşler Ministri Raulov Beijing'de. Bula bu devletler yani Şanghay Hamkorlik Tashkiloti Gruppasida qatnashgan bu devletler 6-njy ayda Qingdaoda yig'in ochildi. O'sha diplomatik jiddiyliklarda ko'rib turayotganimiz zodi nima? Biz başta aytdik, 3 rayonning vaziyati dedik, Chavshan masalasi dedik, Tayvan masalasi dedik, Janubiy Jungu dengizi masalasi dedik. Bu masalalar masala bo'lib, yana bir masala, yani Jungu masalasi. Jungu meselesi yakında o'ttirig'i chiqdi. Biz sizlarga so'zildik. Jongshin degan shirkatni Amerika taqdi demasakmi, uning 7 yilgacha Amerikaning Android uskunalaridan bahramand elishini chekladi. 7 yilga chekladi. Demak, hozir Android ketdi, Jongshin shirkati ketdi. Hozir bu shirkat ishlaydigan Junguda millionlagan odamlar ishsiz qoldi. Hozir Junguliklar o'tirg'i chiqib nima da'vatidi? Biz cho'ng sakrab ilgirlash bo'yicha yangidan Android yasab chiqamiz. Buning uchun Jungu hukumati nima qildi? Hozir 200 milliard dollardan ortiq xarajat ajratdi. Mening yoshimdagi yoshli odamlar biladiki, bu cho'ng sakrab ilgirlash degan 58-yildagi plat tavlash harakatiga o'xshaydi ekan.
Şundaq hərəkət bo'ladigan bo'lsa, shuning diqqat qilinglarki, yana ba'zida shundaq inkos sezibdiki, biz jungoliklar atom yadro qurollarini yasayaolgan yerda nemishqa androidni yasayamaymiz. Bu yerda kulgulik bir hikoya o'tirib chiqibdiki, siz atom yadro qurollarini bozorga olib kirmaysiz. Atom yadro qurollarining bozor raqobati yo'q, chunki u sotilmaydi. Hech qanday odam atom yadro qurollarini sotmaydi. Biroq Androidning bozor raqobati bor. Yana bir xabarda g'ilpor ko'rinib qoldim. Androidni tadqiq qilib yasash uchun uning bu texnika sohasining ahli emasman, hurmatli vatandoshlarim, kechiringlar. To'rbatlarda gaplarni deb turibman sizlarga. Androidni yasash uchun ish tartibi bo'yicha 5000 qatim ish tartibini boshdan kechirish kerak ekan. Endi yana birisi torbitga yozib qo'yibdi, hozir men saqlab qo'ydim. Uni nima debdi desanglar, demak Amerika Qo'shma Shtatlari Androidni Jungoga berishni, Jungoga setib berishni chekladi xo'sh. Jungoning harbiy qurol-yarog' ishlab chiqarish texnikasi tugashdi. Men bunga hayron qoldim. Hurmatli vatandoshlar, men hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoga bu darajada yuqori texnikalik uskuna mahsulotlarni sotmaydi va Jungoni buning bilan ta'minlamaydi degan edim. Demak bu harbiy ishlarga oid bo'ladigan bo'lsa, bu Android masalan Johnson shirkatini bekor qilib o'tgan, uning sertifikat chekdigan bu uskuna yoki bu ig'ir nima texnikalik nimasi yo'q bo'lgan bu uskuna, agar harbiy ishlarga ammo shundoq bo'ladigan bo'lsa, bu tez gap ekan do'stlarim. Agar harbiy ishlarga Jungo ishlasa, haqiqatan siz jiddiylik bilan o'ylaydiganligi kuchimiz yetmasimi o'ylaydigan ishlar ekan. Endi yana bir xabar torbeti shu yozildiki, hozir dedi, bu endi Jungo uchun ajallik zarba ekan. Androidni to'xtatish, Amerika shirkati Johnsonga setib berishni to'xtatish, buning oqibati Jungoning torbetlarini boshqarish sezgurligiga intayin zor tahdid elib keldi. Demak, hozir eliqqa sepil soqib oldi, tam soqib oldi, torbetlarda taqib oldi degan gaplarning agar o texnikalik kuch bo'ladigan bo'lsa, Androidni o'ninga bermaslik, Jungoga setib bermaslik, torbetlarni taqib olishga intayin zo'r tahdid elib keldi ekan. Mana bu taraf siz bilan biz diqqat qiladigan taraf. Chunki siz bilan biz bugun Uyg'urimiz, millatimiz Uyg'ur uchun ideologiyalik xizmat bilan shug'ullanayotgan odam. Şu bu tarafı biz şu intayin hürmetli vatandaşlarım, bana bugünkü sözlüğe leksiyalar bir şeye geçeceğim.